Xush kelibsizlar. Hozir 45-stolga 2 kilogramm vag'urni berib yuboring. Bu melodiyaga tashrif buyurgan mehmonjonlarimiz nimaga bunchalik ko'p vag'urni zakaz qilishadi bilmayman. Hozir buni ko'rib chiqamiz birgalikda. Qani ketdik. Qo'y go'shti va mol go'shtini chiroyli tarzda tayyorlab oldik va ularni baland olovda qaynab turgan yog'ga tashladik. Baland olovda qaynab turgan vag'urri sizning ishtahangizni ochadi. Bu tomonda esa shashliklar ham o'ziga chorlardi. Biz esa laganlarga chiroyli qilib vag'urrini hamda ikkisgina shashlikni ham bore deb qo'yib yubordik va ularni olib kelib dasturxonga qo'yib, akasi, melodiyaga xush kelibsiz deya o'zimizga o'zimiz aytib, ishtahangiz qanday bo'lsin deb paqqos tushira boshladik. Og'zingizni to'ldirib ushbu shashliklarni yerkansiz. Melodiyaga gap bo'lishi mumkin emas. Kelib buni yeb ko'ringlar degisi keladi. Salatlari ham umuman boshqacha. Buxoroni asl vag'urisini qayerdan topsam bo'ladi deysizmi? Mana o'rtoqlar o'sha, mana. Gap bo'lishi mumkin emas. Melodiyada faqat. Manzilimizni yodda tuting. Tag'oyibotning ro'parosi. Agar sizga mana shunaqangi vag'urini maza qilib yeyman desangiz, melodiyaga tashrif buyuravering. Shundoqqina trikotaj ketaverishda.